Hazreti İsa kemiga tushib, ko'ldan o'tib, o'zi tug'an shahar Kapernaumga qaytib keldi. Kishilar zamirga yotqizilgan bir polashni uning oldiga ilib keldi. Ularning ishonchisini ko'rgan Hazreti İsa yeliqi polashga: "O'g'lim, xotirjam bo'l. Gunohlaring kechirim qilindi", dedi. Bir qancha Tavrat ustozlari ko'nglida bu odam kuturlik qildi deb o'yladi. Ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa ularga: "Nima uchun yomon o'yda bo'lisizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur, mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray", dedi. Ondan polash kasalga: "O'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt", deb buyurdi. Yeliqi odam o'rnidan turib, uyiga qaytdi. Buni ko'rgan ko'pchilik qo'rqishib, insonga bundaq huquqni bergan Xudoga madhiyalar o'qishdi. Hazreti İsa uyerdan chiqib oldi qarab ketayotganda bir bojgirni ko'rdi. Uning ismi Matta bo'lib, boj yig'adigan joyda o'tiradi. Hazreti İsa uningga: "Menga agashgin", dedi. Matta o'rnidan turib, uningga agashdi. Hazreti İsa Mattaning uyida mehmondorchilik bo'layotganda, nurg'un bojgirlar va gunohkor deb qaralgan bir qism kishilarmi kirib, Hazreti İsa va uning shogirdi bilan hamdostixon bo'ldi. Buni ko'rgan farisiylar Hazreti İsa'ning shogirdlariga: "Ustozinglarning bojgir va gunohkorlar bilan bir dasturxonda o'tirgani qanday gap?" deyishdi. Bu gapni anglagan Hazreti İsa: "Sog'lom odam emas, balki kesel odamlar tevfiqqa muhtojdir. Muqaddas yozmalarda men qurbonlik qilishinglarni emas, rahim shafqat ko'rsatishinglarni istayman" deyilgan. Sizlar berib bu so'zning ma'nosini o'rganinglar. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini to'niydiganlarni chaqirg'ili keldim, dedi. Shu vaqtlarda Yahyo payg'ambarning shogirdlari kelib, Hazreti İsa'ga: "Biz va farisiylar ro'za tutamiz. Sizning shogirdlaringiz nemishqa tutmaydi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa javoban mundaq dedi: "To'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofati turgan chog'da mehmonlar hozir tutib o'ltirsa, qandaq bo'lg'ini? Albatta bo'lmaydi. Ammo yigitning ulardan elib ketiladigan kuni keladi. Ana shu chog'da ular qayg'u hasrat chekinidan ro'za tutadi. Hech kim konu ko'nglakka kirishib ketadigan yangi raqtin yamoq samaydi. Unda qilsa, kiyim yuyilganda yangi yamoq kirishib, kiyimni yirtib tashlaydi. Natijada yirtiq texmi yo'g'inab ketadi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni konu tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yeriladi-da, sharobmi to'kilib ketadi. Demak, tulummi qadin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak. Shunda qilganda her ikkilisini saqlab qolg'ili bo'ladi. Hazreti İsa Yahyo payg'ambarning shogirdlariga bu so'zlarni qilayotgan vaqtida ma'lum bir ibodatxonaning bir mas'uli kelib, Hazreti İsa'ning oyog'iga yiqilib: "Mening qizim hozir o'lib ketdi. Siz berib uningga qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz, u tiriladi", dedi. Hazreti İsa o'rnidan turib, shogirdlarini elib, uning bilan birga bordi. Yo'lda xun tavrak kesiliga giribtor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayol
Hazreti Aysa'nın arka tarafından kelib, uning chopinining peshini sildi. U ichida Hazreti Aysa'nın chopinini tutsamla cho'qim saqayib ketaman deb o'ylagan edi. Hazreti Aysa kayniga burilib, uningga qarab, "Qizim, xotirjam bo'l. Ishonching seni saqaytdi." Deyishigila heliqi ayol saqayib ketdi. Hazreti Aysa heliqi ibodatxona mas'ulini uyiga kirib, ney kelayotgan ve hazır tutup yığılavatkan odamlar topunu görüp, ularga "Chiqib ketinglar, bu kız ölmedi, uxlab qapti" dedi. Biroq xaloyiq uni masxara qildi. Kishilar chiqib etilgandan keyin Hazreti Aysa qiz yotgan uyga kirib, uning qo'lidan tortdi. Qiz o'rnidan turdi. Bu xabar bütün etrafga tarqaldi. Hazreti Aysa u yerdan chiqib ketayotganda, ikki qarg'u uning kaynidan kelib, "Ey podsho Davudning avlodi, bizga rahim qilg'aysiz" deb vaqab ketdi. Hazreti Aysa uyga kirgandan keyin, elqi ikki qarg'u uning oldiga keldi. Hazreti Aysa ulardan, "Sizlar mening sizlarni saqaytishga qodir ekanligimga ishonamsizlar?" deb so'radi. "Ey Rabbim, ishonamiz" deb javob berdi ular. Hazreti Aysa ularning ko'zlariga qo'lini tekkizib turib, "Ishongininglar deb bo'lsin" deyishigila ularning ko'zlari ichildi. Hazreti Aysa ularga "Bu ishni hech kimga tinmanglar" deb qattiq tabuladi. Lekin ular u yerdan chiqiblar, bu ishni atrofga yeyivetdi. Ular chiqib ketgandan keyin jin chaplashgan bir gacha Hazreti Aysoning oldiga elib kelindi. Hazreti Ayso uningdagi jinni qo'g'ishi bilanla elqi odam zuvonga keldi. Xaloyiq hayron bo'lib, "Bundaq ish Isroilda zodi ko'rilib boqmagan" deyishdi. Lekin parislar u jinlarni ularning boshlig'iga tayinib haydaydi-ki deyishdi. Hazreti Ayso bütün shahar, yezi qishloqlarni oralab, har qaysi ibodatxonalarda ta'lim berib, arishning podshohligiga doir xush xabarni tarqatdi va xalq ichidagi har xil kasallik ve ağrık silahlarını saqaytdi. O top odamlarni ko'rib, ularga iç ağrıttı. Çünkü ular qo'ysiz qo'y podilaridak panohsiz, bechoralar edi. Shuning bilan u shogirdlarga qutqizilishga intildiganlar mo'l g'usuldek ko'p. Biroq g'usulni erish uchun ishlaydiganlar oz ekan. G'usulning egisi bo'lgan Xudodan ko'proq ishchi avatib, g'usulni yig'ib olishni tilanglar dedi.